Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, yaxshimisizlar? Bugun sizlarga Milliy Erb o'yinini obzor qilaman va o'yinga kirishni ham o'rgatib o'taman. Xo'p akalar, yaxshimisizlar? Charchamay yuribsizlarmi? Men shuncha short videolar qo'yayotgandim Milliy Erb haqida. Ko'pchilik aytdi, videosini ham o'yinga kirish haqida dedi. Keyin mana vaqt topib olishni boshlayapman. Xo'p akalar, video boshlanishidan oldin like, obuna bosib qo'yinglar va kommentariyada o'zingizning fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Unda boshladik. Xo'p akalar, Milliy Erbni yuklash uchun kommentariyaga silka bilan Telegram kanal silka qo'yib qo'yaman. O'tib bemalol yuklashingiz mumkin. Yuklaganinglardan keyin qaranglar, tepada g'ildiraycha turibdi-da. Ashuni bosasizlar va bu yerga nik kirgizasizlar va o'yinni qayta o'rnatishni bosasizlar. Megabayt bu tortiladi. Undan keyin bunday oyna ochilgandan keyin yana g'ildiraychani bosib turib, bu yerga niklarni qo'yasizlar. Keyin tepadan orqaga qaytishni bosib turib, o'yinga kirasizlar. O'yinga kiryapti. Xo'p, o'yinga kirganinglardan keyin matga parol yozasizlar. Mana shu yerga parol yozib, bemalol o'yinga kirsanglar bo'ladi. Maslahatim, raqamli parol yozinglar, 6 tali. Mana o'yinga kirdinglar. Xo'p, kirgandan keyin mana bu o'ris brat bor. Shundan topshiriqlar ro'yxatini olasizlar va birin-ketin bajarib chiqasizlar akalar. 21 ta topshiriq bor. Rolni 21 ta. Aytdim-ku, o'ris deb. Xo'p. Bu yerga kelganinglardan keyin qaranglar. O'yin ko'proq kod komandalarga ishlaydi. Masalan, invertorni ochish uchun INV deb yozasizlar. Mana invertor ochildi. Shunaqa bo'ladi akalar. Kod komandalar bilan to'tinglar, bitta narsani tekshirib ko'ring. Time. Mana o'ynagan soatliklarni ham ko'rsatib beradi. Qaranglar, yana bitta narsa. Agar tashkilotlarda ishlasanglar va bilmayotgan bo'lsanglar qanday, mana MN degani bor. Tepada ham ko'rsatib qo'ygan. Ashuni yozasizlar va bu yerda sizlarga kerakli hamma narsani chiqarib beradi. Promokod yozish, bu saytlar, yaxshilanishlar, nik o'zgartirish, hokazo. Shunaqa narsalar. Keyin u yerga GPS qo'ymoqchi bo'lsanglar, mana pastda tayoqcha GPS va libo yerga ishlar deb turib, daraxt kesish, avtobus haydash va shunaqa narsalar bor. Xo'p. Endi sizlarga ko'rsatadigan narsalarim. O'yinda media administratorman va liboy yerimga teleport qila olaman. Xo'p, sizlarga hukumat binosini ko'rsatay. Hukumat. Uchib tushdim va mana bu hukumat, Milliy Erb hukumat binosi. Bismillah deb kiramiz. Endi qarang, mana yozib qo'ygan Meriya город Arzamas. Arzamas hukumat. Bu yerda qaranglar, grantda yo'q narsa bor. Grantga o'xshatishyapti ko'pchiliklar. Yo'q. Grantdan ko'p narsalar ustun. O'tirsanglar bo'ladi mana. Qalay. Shunaqa. Ich salonlarni qarang. Salon deyman o'zlar akalar. Apalar, ichini qaranglar, go'zalligini. Bemalol o'tirsanglar bo'ladi akalar. U просто bombada bu. Bu majlis bo'lyapti. Короче, matda bu tashkilotda biron nimasi gapiradi. Bu yerda hukumat lideri va uni zamlari o'tirishadi. Va bu yerda qolgan tashkilot a'zolari shunaqa. Xo'p. Yana bu yoqda majlis, xalq bilan majlis. Xo'p, faqat matbuot kotibi uchun sog'liq saqlash, mudofaa vazirligi, milliy xavfsizlik, Facebook, mana o'yin yaratuvchisining o'zi. Xo'p. Prokuror, sog'liq saqlash, ichki ishlar vazirligi, ommaviy axborotlar vositasi. Keyin bu yerda oilalar bor. O'zingizni oilangizni yaratish 2,5 million. Oilalar ro'yxati 8 ta. Xo'p, qaranglar. Oilalar nomi Bonsak dinastiyasi degani bor.
Prince Dinatsi, Devolper Dinatsi, Alvarez Dinatsi, Moros Squad, Rainy Family, level va administratorlar uchun administratsiya degan semiya bor. Daraja bo'yicha eng balandda administratsiya. Hop, endi sizlarga ko'rsatadigan yerim FSB idorasi. Hop, nito tushdim. Teksturani shekil qoppa. Hop, mana Facebook binosi. Kiraslar va Facebook ichi. Ko'rib turishingiz mumkin. Sal torrog'i, marta aroja olasizlar. Facebookda ishlaydiganlar. Bu endi bino ichidagi. Va bu yoqdagi boshqa narsalar. Milliy RP. Hop, endi bu yoqda yana boshqa narsalar. Hop, endi IVV. Mana. IVV ga teleport qilaman. Grantda mashina tashkilotlarning binosi grantlikdan yaxshi. Kiramiz va ichini qaranglar. Eng zo'ri mana shu IVVniki. Bu akalar eshigini ochilishini qaranglar, grantda bormi yo'q? Hojatxonaga chiq. Shunaqa bombada prosta. Ya bu yoq ochilmaydi ekan. Dekoratsiya qo'ygan ekan. Hop. Bu yoq nima ekan? Zal ekan, bu mashq qiladigan. Shug'ullansa bo'lar ekan. Us. Tak. Bu yoq. Aylanib chiqamiz. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi. Ya javob berishsa kerak bu qo'ng'iroqlarga shunaqa. Bo'ldi, bu boshqa ekan. Agar sizlar qamalsanglar, mana shu turishinglar kerak adashmasam. Mana shu yiqamaydi. Va endi ikkinchi etaj. Qani. Mana. Buni ikkinchi etaji ham bor akalar. O'ta katta bino. Bu yoq majlis uchun ekan. Bu yerda qo'ng'iroqlarga javob beradi. Endi yaxshi bilmayman, aytyapman-da, shuna deb o'ylayapman. Hop, bu yer. Bu yer ham nimadir? Ichki ishlar lideri shu yerda o'tirsa kerak. Mebellar qo'yib qo'yibdi. Davom ettiramiz. Endi boshqa tashkilotga o'tamiz. Qayga? Hop. Shifoxona. Voy jonim. Больница Artemas. Qani mana. Mana shu yerdan kirish joyi. Kirasizlar bo'ldi mana. Jonimni ham to'ldirib olaman. Hop, bu yerda davolash, shunaqa narsalar. Eng yaxshi xodimlar, kasalxona Namangan, Toshkent. Toshkent deb aslida Toshkent. Nomi ham o'zbekcha akalar. Hop, yana. Sizlar agar o'lsanglar mana shu yerda paydo bo'lasizlar. Mana shu yerlarda. Toshkent shahar kasalxonasi. Orqa hovliga chiqish shifokorlar uchun faqat. Bunaqa davolaydigan yerlar yo'qda bemalol. Eshik ochilmagan. Lekin hop, viloyatlar nomini ko'rsating. Namangan 50,
kelaylik. Samarqand, bu yerda Buxoro, Nukus, Toshkent, Chirchiq, Shaxta Xorazm va Anjan. Anjan. Anjanliymanda. Hop. Keyin mashina salonlar. Grandda yo'q bunaqa salon. Qaranglar, salonga kirmoqchi bo'lsanglar bor. Men altni bosib turib, avtosalonga kirishni bosinglar bo'ldi. Avtosalonning ichiga kirasizlar. Grandda unaqa narsa yo'q. Mana men opadan ko'rishinglar mumkin mashinalarni. Har xil var. Nissan, Damas, BMW M3 shunaqa. Shunaqa mashinalar ko'p akalar bu yerda. Keyin endi bu uylar. Salbaglari bor, nomayli. Teleport bag. Mana shunaqa uylar bor. Uylar lekin chiroyli. Shu yerdan bitta uy olib qo'yish kerak. Hop. Shunaqa chiroyli uylari bor. Anaqa dim yomon. Hali bo'sh ekan, sotilmabdi. Hop, endi buni hamma bilsa kerak. Harbiy qism. Grandki bilan bir xil deydilar, to'g'ri. Va archa bor ekan bu yerda, daraxtlar ko'p ekan. Va ichkarisi ham o'zgacha, qandaydir. Yotoqxona. Shu yerda spam bo'lsalar kerak. Harbiy xizmatda ishlaydi. Dim yomon qilib qo'yibdi lekin. Ochilami yo'q. Ochilasa ham aytyapsan? Yo'q. Hop, bu yerda yuvinadigan yer. Va nima bu? Kiyim almashtiradigan bo'lsa kerak. Anaqa bo'lmadim. Hop, endi yana nimalar ko'rsatsam bo'ladi? Shunaqada akalar. Hop, endi sizlarga ko'rsatay shuni. Mashinalarga spam qiladi o'zimi. Nito bag bo'lib qoldi. Ko'p teleport qilyapman-da shunga, qaranglar. Endi bu admin komandalar. Krasniy. Malibu. Komandalarni eslab qolishim kerak edi, o'zbek mashinalarligini. 400. Damas. 406. Nima ekan 406? Yommayu. Muxtali. Yomonu. O'zim ham endi bildiribman. 407 nima edi? Malat. Jentrashlar esimdan chiqib qoldi. 404. Shunaqa mashinalar chiqarib ko'rsatyapman endi sizlarga. Yommayu. Axlat mashina ham chiqardimi? Nechi edi? 417 midi? Balla. Yommayu. Chiq. 417 ni eslab qolaman. Yaxmappanim. Voh. Chichardi. Qaranglar endi. Hamma mashinalarni yo'qotdim. Hop, davom ettiramiz mashinalarni. 414 midi? Ya bu boshqa ekan. Hop, 415. Hop, Lamborghini xurasan. 416.
Banista. 418. Yo-mayo. Shu so'ragan. Avtobus. 419. O. Bentley. 420. 421. 422. Nima bu? Labo. 422 Labo ekan. Eslab qolish kerak. 423. Marojniy ekan. Hop, boshqa mashina. 425. Oy. O'qolsa bo'ladimi? Bo'lak akalar. Jonim meni bundan boshlaysan jonim. Doniyor aka mujiksiz aka, shuni qo'shganingiz uchun. Voy. Harbiy hujum. Opa. Oy. Voy, mazzami? Mazza akalar, qaranglar endi. Endi ularni yo'qotamiz. Chichar. Hop, endi Vek 426 bu ekan. 428 banditskiy, hali o'g'irlik uchun. 429 Porsche 430. Hali. Yo-mayo. Shu aka nimadan qo'shargansiz? Avtobus bu. Katta. 433. Harbiy qismniki 434. 435. Silishim katta narsa ekan. Yo-mayo. Qaranglar endi. Hammasini o'chirib tashlaymiz. Hop, davom etamiz. 436. 437. 438. 439. 440. Harbiy qismniki. Hop. 441. Mashina hech minmadim-e. Qanday minar ekan? 442. Nima ekan bu? Hop. 443. Haligi mashina tashiydi. Hop. 444. Bigfoot. Hop. 445. 446. Yepala.
What the? Ay. Mashina bat ketdi spam qilchi. Qanday chiqasan endi uni tepasiga? Bitta uchsam zo'r bo'lardi lekin. Hay mayli. 447. Ha, buni bilardim. 448. Tank yo'qmi aka? Tank qo'shmaganmiz. 449. 449. Silishkim katta narsa ekan. Serverni o'tverdi. Aniq katta narsa bu. Nima edi u? Akalar o'ta katta narsa shekilli u. Server o'tveryapti. Tak. Shuncha karog'iga spam bo'ladi. Nima edi u? Yana o'tveryapti. Nima edi u? Men ashunisi qiziq akalar. Shunga qiziqyapman men. Titanicmi degina? O'tgan emas spam. Spam bo'ldi ekan. Menga shunisi qiziqda. Nima spam bo'lgani qiziq. Xo'p, endi. Tak, endi res bo'ldi, hammasi ketdi. Rolni teksturani chekirib qo'ygan ekanman. Ashun o'ylayapman, nima spam bo'ldi deb. Mana miyadan ketmay qoldi endi. Tak, endi VEG 450 451 452 O'yga bag bo'lib qoldik. Tak. Nima spam bo'ldi? Qayerda ekan? Hop, 53 Facebook tarakmi? Yo-mayo. 454. Yo-mayo. Men qo'yarlaring meni. %50 456. Nima ekan bu? 457 458. Mana shuni ko'rsatyapman endi akalar. Sizlarga nimalar bor? 60. Tak, 461. 462. 463. 464. Yepli.
Yo'q, menga sen mana kerak. Sen yo'qolib tur. Sen keraksan menga. Nima sen? Mayli. Ahamiyat bermaymiz. 465 466. O, nima ekan bu? Ha, Musir aka. 477 488 490, evet, 469 demiş. 71 72. Ben şimdi minmoqchiman-da men. Chiqolmayapman. 463 473 79 480. Ben M5 topishim kerak edi. Yo'qadi. 81 82 83 84 84 85 86 traktor 87 87 ikkosini ham o'ynayman. Arizonani ham, Rodinani ham o'ynaganman. Arizonani oldin. Xo'p, 489 MB6 490 491 492 493 İyi. Hop, devam ettiramiz. 93 94 95 96 97 98 99 Yo'q, kaç? Velosiped ham. Velosiped deymi? Samolyot, vertolyot ham spam bo'libdi. 500 zot verdi. 500 nima ekan endi? Montaj qiyin bo'lib ketadi. Montaj, trenaj. Hop. Hop, akalar. Ko'rishinglar mumkin videoni shu yergacha ko'rganinglar uchun katta rahmat. Ko'rdinglar nimalar borligini, nimalar qilganimni, hammasi bor. Maza qilib o'ynaysizlar. O'yinni torsanglar qiziqarli. Jo'raylarni ham chaqirib o'yna orasizlar. Muhimi zo'r. Mazza qilib o'ynaydigan o'yin. Ko'rdilarsizlar, mana jinnilik qilyapman. Bum.
Vo. Vahaha. Ko'rdinglar, xo'p. Videoni shu yerigacha ko'rganlar uchun kattakon rahmat. To'xta. Konkurs. Xo'p. Akalar, mana shu videoda kommentariyaga yozinglarda nikilarda o'yindagi Milliy RPdagi va Telegram akkauntinglarda nomini yozib qo'ysanglar, men randomni bitta kommentariydan random bittasi chiqadi. Endi tashlaymanda. Ana shunda shu odamga 5 million rubl beraman. O'yin valyutada 5 million rubl. Mana shu o'yinda. 5 million rubl. Bemalol uy olishinglar mumkin, mashina degandek, hokazo. O'zingizga yoqqan biznes. Hop, videoda shu yergacha ko'rganinglar uchun kattakon rahmat. Xudo xolasa keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Joninglar sog' bo'lsin, o'zingizlarda asranglar. Hammalarga xayr.